odamlar bilan baxil bo'lib ketyapti. Qancha ko'p pul topgan sari qizg'anch. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ha? Qayerdan kelyapsiz? Mana Fotima opadan bir piyola guruch bering desam, baxillik qilib bermadimi? Kambag'al bo'lib qolarmidi bir piyola guruch bilan? Bermadimmi? O'tgan safar yarim kilo guruch oldim. Shuni qaytarmaganim uchun bermagan shu nomard. Voy. Olimboy ishga kiribdi. Qaysi? Jamila opani o'g'li-chi? Ha, o'qishlarni bitirib, oliygohlarni qizil diplomlarga bitirdi deb bir xursand bo'luvdilar. Ishga kirsa uylantirib qo'yaman dedi. voy, Endi bir dang'illama to'y qilsa kerak-a? Albatta, orzu havaslar bilan farzand katta qiladilar-yu, qizilli to'ylarni o'zi ham Olimjon rosa yaxshi yigit. Yaxshi kelinlar kelsin, ilohim. Qanaqa kelin keladi, hali Xudoni o'zi biladi. Bir dordan qochganmi, bir kuydirgimi, shunaqa bir balo kelin keladi. Siz mana mani etdi deysiz. Bir yaxshiga bir yomon uchraydi. Har doim shunday bo'ladi. Qo'ysangizchi, bo'lmagan gap. Men yaxshi yigitlarga yaxshi kelinlar keladi. Oyjon. Labbay bolam. Mana siz orzu qilganingizdek ikkalamiz ham oliy ma'lumotli bo'ldik. Yaxshi ishlarga joylashdik. Endi ko'nglingiz to'ldimi? Xursandmisiz? Ay, bolajonlarim, albatta xursandman. Axir bu kunlarni men qancha orzu havaslar bilan kutdim-ku, bolajonim. Mana Yaratganga behisob shukrlar bo'lsin. Oliy ma'lumotli bo'ldinglar, o'qidinglar, ishinglar ham tayin. Axir men uchun bundan ortiq baxtni o'zi bormi, bolam? Ilohim omadinglarni bersin. Umringiz uzoq bo'lsin, oyijon. Rahmat, bolam. Sizlar ham baxtimga doim sog' bo'linglar. Oyi. Labbay bolam. Ukam ham o'zingiz xohlagandek o'qishlarni bitirib, mana ishlarga ham joylashib oldi. Endi boshini ikkita qilib qo'ysak ham bo'lar-a? Voy. Menga ma'qul. Nima deysan o'zing? Xo'sh, ukam nima deysan? Bilmadim, sizlar nima desanglar shu. Oyjon, bo'lmasa siz kelin izlayvering. Kelin topishingiz bilan to'yni boshlavoramiz, ha? Bo'ldi, bolam. Men tayyorman. Qani olinglar, yeb qo'yinglar. Umar, bolam, ovqatingni yegin. Umarjon, oxirigacha yemabsan, bolam. Nafisa, choyni ichib qo'y, qizim. Qorningiz och qolmas, xo'pmi? Kelin, o'zingiz ham yeng, oling, bolam. Xo'p, oling. Oyjon, bo'lmasa bitta duo qiling. Biz ham ishga boraylik. Ilohim, amin. Ilohim tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin, ilohim. Rizqinglar baland bo'lsin, halollardan bersin, ilohim. Yo'linglar hamisha bexatar bo'lib, martabanglar baland bo'lsin. Mana bu shirin toyim ham, Umarjonim ham, Nafisa qizim ham hamisha a'lo baholarga o'qisin, xo'pmi? Ilohim yurtimizda hamisha tinchlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Amin. Mana bujon. Voy jonlarim, asallarim. Yaxshi o'qinglar, xo'pmi? Xo'p. Voy jonim meni. Oyjon, mayli, yaxshi o'tiring. Mayli, oyijon. Ehtiyot bo'lgan bolajon. Yaxshi o'tiring. Yaxshi borib kelinglar. Qani? Hay. Qani yuringlar. Bolam, yo'lda ehtiyot bo'linglar. Xo'p, oyijon, zerikmay o'tiring. Xo'p. Ay, Xudoyim. Yeb oldingizmi? Ha, bo'ldim. O'zingiz yig'ishtirib olarsiz-a? Meni boshim og'riyapti. Mayli. Xonamda bo'laman. Yig'ishtirib olaman. Alo, Qizim. assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, qizim? Rahmat. Nima bo'ldi? Nega kayfiyating yo'q? Nega yo'q bo'lardi? Bular qaynukamni uylantirishmoqchi. Ha, shunaqami? Kelin bormi? Shu qiz yo'q-da. Ha, shunaqami? Ha. Shunaqa ular. Menga qara, qayning o'zi
endi ishga kirgan bo'lsa to'yi qaysi puliga qilmoqchi? Men ham shunga hayronman-da, oyi. Qaysi pulga qilardi? Erimni topgan pulga to'y qiladi. Bilasiz-ku, bular faqat erimni pulini ishlasa bo'ldi. Ha, bechora ering. Bu onasi-yu ukasini dastidan hech biri ikki bo'lmas ekanda. Bular erimni topgan pulni ishlatishni biladi. Ha, mayli. Bilganlarini qilaversin, biz ham o'z bilganimizni qilaveramiz. Men tezroq o'shalardan qutulmoqchiman. Jonimga tegib ketdi, ishoning. Mana ko'rasan, tez kunlarda qaynanang o'g'lini olib uydan ko'chib ketadi. Yo sizlarni boshqa uyga ko'chiradi. Oyi. Menga faqat shu kerak. Eng gulagan paytimda qaynonamning xizmatini qilib o'tkazish niyatim yo'q. Ahmoq ayol shunday qiladi. Nima, sen uni cho'risimiding? Sen faqat meni aytganlarimni qilsang bo'ldi, qizim. Mana ko'rasan, hammasi zo'r bo'ladi. Xo'p. O'zimdan oyijonim. Men faqat siz aytganingizni qilaman, bilasiz-ku? Juda yaxshi qizim. Kechroq gaplashamiz unda. Xo'p, oyijon, charchamang. Sen ham ona qizim. Kelin. Hoy kelin. Ha, oyijon. Ha qizim. Ha kunim kech bo'lyapti. Soat 5 ga yaqinlashib qolay dedi. Kechki ovqat tayyorlamisizmi? Oyijon. Shu desangiz, sal mazam yo'qroq. Bugun o'zingiz qilib tura qoling, ertaga qilarman. Mayli bolam. Damingizni ola qoling. O'zim biror narsa pishirarman. Rahmat, oyijon. Qani olinglar. Rahmat. Xuddi onamning ovqatlariga o'xshab, rosa ham shirin chiqibdi. Baraka top onajonimiz. Yoqimli ishtaha. Oyijon, juda mazali chiqibdi ovqat. Yoqdimi? Qo'lingiz dard ko'rmasin keyin aya. Juda shirin bo'pti. Sizlarga yoqqanidan juda ham xursandman. Osh bo'lsin. Buvijon, sizga yoqdimi? Ha bolajonim. Menga ham ovqat juda ham yoqdi. Rosa shirin chiqibdi o'zi ham. Qo'lingiz dard ko'rmasin, kelin. Rahmat, oyijon. Oling, sovib qolmasin. Oling, oyijon, oling. Ha, olyapman bola. Uyda bir dunyo ish. Hammasi o'zimga qolib ketgan. Qachon qilib bo'laman bularni hammasini? Ozrog'ini qilginda, keyin o'zingni kasalga solib ol. Qolganini qaynaning qilsin. Nima? Har gal o'rgatishim kerakmi senga, qizim? Unaqa qila olmayman-da, oyi. Bugun yakshanba bo'lsa, uni ustiga hamma uyda. Kamiga qaynonam ham uyda yo'li. Uyda bo'lmay qayerda u? Sovchilikka ketdilar. Nima? Sovchilikka? Darrov kelin ham topila qolibdi-da. Ha, oyi. Topilibdi. Voy, assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Charchamadingiz, bera qoling. Oy. Mayli oyijon. Qaynonam keldilar. Men bilaychi nima gapligini? Keyin gaplashamiz. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Qalay bo'ldi? Qalay deganing nimasi? Qanday bo'ldi bolajonim? Rostdanmi? Albatta-da. Rahmat oyijon. Ustozing seni rosa maqtadi. Ha? Juda ham yaxshi bola. Axir qizimni shunday bolaga bermasam, kimga beraman dedi. O'zim ham juda ham xursand bo'lib ketdim bolajonim. Rahmat. Iloyim baxtingni bersin. Iloyim. Rahmat Xush oyijon. qaringin bola. Rahmat. Yuring. Bu yangilikni akamga aytaylik. Albatta. Yura qoling. Qani, Keling. yur bola. Yur oqa. Qimmatxon, Jamilaxonni to'yini qarang. Shunaqa chiroyli o'tdi. Kelin-kuyovlarni aytmaysizmi? Bir-birlariga uzukka ko'z qo'ygandek mos, shunaqa go'zal. Olimjon ham o'zi aqlli yigitda, o'ziga o'xshagan bebaho kelin uchrabdi. Voy, hali ko'ramiz. Bebahomi, bahosizmi? Hali hayot oldinda, ha? Oldindan baho berib bo'lmaydi odamga.
Qimmatxon, nima unaqa deysiz? Tavba, qanaqa qilib shunaqa birovga ham niyat qilish mumkin-a? Shuncha orzu havaslar bilan to'y qildilar Jamilaxon, rohatini ko'rsinlar. Ko'rasiz, rosa baxtli bo'lishadi bular hali. Menga nima? Baxtli bo'lsa bo'laversin. O'lib turgan joyim yo'q ularingizga. Tavba qilsa, o'sha hamma qator to'y qildi-da nima? Oyijon. Rahmat bola. Rahmat. Qani olinglar. Oyijon, Ha bola? mana o'zingiz xohlagandek bir katta oila bo'ldik. Ha. Endi xursandmisiz? Albatta bolam. Juda ham xursandman. Shu kunlarni ko'rsatgan, yaratgan egamga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsin iloyim. Boringlarga shukr. Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin oyijon. Ilohim nevaralaringizni ham to'ylarida o'zingiz bosh-qosh bo'lib yuring. Aytganing kelsin. Siz ham baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat, o'zim o'rgilaysanda. Qani olinglar. Kelin, oling bolam sizdan. Oyijon, bo'lmasa qani bitta duo qilsangiz. Biz ham ishga borsak-a? Mayli, kech qolmanglar. Ilohim amin. Tinchlik omonli bo'lsin. Ilohim hamisha yaratgani panohida bo'linglar. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Omadinglar bersin. Qo'shganlar qo'sha qaranglar. Nevaralarni boqib o'zim shu yerda katta qilib beray. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Mayli, oyijon. Ha. Yaxshi o'tiring. Voy jonim, yaxshi boring. Oyijon yaxshi o'tiring. Bo'pti bolajonim, yaxshi boring, xo'pmi? Voy. Ehtiyot bo'lgin, bola. Bo'pti, mayli, yaxshi yetib oling. Voy, oyijon. Bu nima qilganingiz? Bering, o'zim yig'ishtiraman. Bolam, siz ham charchadingiz. Ertalabdan beri tinim bilmayapsiz-a, bolam? Charchaganim yo'q, bering oyijon. Kelinlaringiz turgan siz ish qilasizmi? Voy, o'zim o'rgilaysiz. O'zim yig'ishtirib olaman. Ha, oyijon. O'zini ham to'g'ri aytyaptilar. Siz kirib dam oling. O'zimiz yig'ib olamiz. Mayli. Boring oyijon. Bemalol Naviza. Xo'p, baraka topinglar. Voy, boshim. Nima bo'ldi, opajon? Boshim aylanib ketdi. Qon bosimim tushdimi? Voy, Ovsinjon, agar xafa bo'lmasangiz, o'zingiz yig'ib ola qoling. Yo'q, xafa emasman, kiravering opajon. Birdan ola qoling, o'zim yig'ishtirib chiqaman hammaga. Xo'p, rahmat. Aha. Charchamang. Xo'p. Oyijon, bu nima qilganingiz? Keliningiz bo'lib turib, sipirishingizni qarang. Bering oyijon, o'zim sipiraman. Qizim, siz ham ancha ish qilyapsiz, charchayapsiz. Undan ko'ra siz damingizni oling. Men o'zim supurib qo'yaman. Charchaganim yo'q oyijon. Qaynonasini ishlatib o'zi dam olib yotadigan kelinlardan emasman oyijon. Kiring, undan ko'ra o'zingiz yotib damingizni ola qoling. Men o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Voy, o'zim o'rgilay sizdan. Ilohim umringizdan baraka toping. Sizdek qizni tarbiyalagan ota-onangizga ko'p rahmatlar bo'lsin, bolam. Sizga ham rahmat oyijon. Sen baxtimizga omon bo'ling. Rahmat qizim. Oyijon, qanday o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Xo'p, xo'p qizim. Ha. Sumasi shularni taxla. Oyijon, sizga nima dedim? O'zim yig'ishtiraman. Siz kiravering dedim-ku. Qizim, hech bo'lmaganda mana shu kunlarni taxlab qo'yay. Yo'q, hammasini o'zim qilaman. Siz kiravering oyijon. Xo'p qizim. Bo'ldi, boring, kiravering. Rahmat bolam. Xo'p. Yo Allohim, shunday yaxshi kelinni nasib etganing uchun o'zingga behisob shukrlar bo'lsin. Ikki kelinim ikki xil. Biri dam oling desa, biri ishlang deydi. Biri yoting desa, biri turing deydi. Baraka toping. Baraka toping, bolam. Kelin. Hoy kelin. Hoy. Men Nargiza opayingizni oldiga chiqib ketyapman. Sal mazasi qochib qopti. Xabar olib chiqay. Yaxshi borib keling, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Ovsin. Hoy Ovsin. Xo'p. Voy. Biroz mazam bo'lmayapti. Issiqna sho'rva qilib bera olasizmi? Voy, tinchlikmi, nima bo'ldi? Biroz shamolladim shekilli, boshim qattiq og'riyapti. Xo'p, hozir qilib beraman.
xonamda bo'laman, olib kirib berarsiz? Aha, xo'p. Xo'p. Opajon. Voy, opajon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha. Ancha yaxshiman. Mayli, yaxshi bo'lib keting. Sho'rvam ham pishib qoldi. Hozir olib kelsam, issiqqina ichib olasiz. Keyin yaxshi bo'lib ketasiz. Rahmat. Arzimaydi opajon. Ziringiz chiroyli ekan. Ha, bo'lma. Oyim tug'ilgan kunga sovg'a qilgandilar. Ha, yaxshi kunlaringizga taqing. Men unda ovqatga qarab kela qolay-a? Siz kutib turasizmi ovqatni pishsin? To'xtang, shuni tokchaga qo'yib yuboring. Aha. Yotganda qulog'imga botyapti. Aha, xo'p. Bo'pti, opajon, ovqatga qarab kelaman. Opajon. Voy, qaqa ketdilar. Menga qo'yibdilar. Olib keldingizmi? Ha, ana ovqatingiz opajon. Ichib oling issig'ida. O'sinjon. Xo'p. Ziragimni ko'rmadingizmi? Voy, hozir ishga qo'yib qo'ydim. Bilaman, qo'yib qo'yganingizni. Lekin qani? Voy. Men bu yerga tushib ketmaganmikan? Mana oldiga qo'ygandim. Yo'q. Men qarab ko'raylik, opa. Hozir o'tga qo'ydim-ku, qaqa ketdi. Keling. Yaxshiligicha kelishib olaylik. Olgan ziringizni joyiga qo'yib qo'ying. Xo'p? Tushunmadim. Nima deganingiz bu? Nimani tushunmaysiz? Bu xonada siz bilan mendan boshqa hech kim yo'q. Opajon, axir o'zingiz ko'rdingiz, shu yerga qo'ydim-ku. Ko'rdim, mana hozir yo'q-ku. Voy, opajon, zirakka qo'ydim. Ovqatni olib kelgani ketdim, boshqa kirganim yo'q bu xonaga. Sizdan boshqa kim bor hozir? Men olmadim, opajon. Sizga aytadiganimni aytdim. Yaxshilicha zirangni topib joyiga qo'yib qo'ying. Axir men olmadim-ku. Unda kim? Opajon, yaxshilab qaraylik, balki tushib ketgandir. O'sinjon, bu yerda boshqa zirak yo'q. Sizga yaxshilicha gapirdim shekilli. Yonimga tushuntira olmadimmi? Axir men ko'rganim ham yo'q-ku. Men bilmayman. Zirangni olib joyiga qo'yib qo'ying. Aytadigan gapim shu. Ha, onajonisi? Ne kayfiyating yo'q? Ay, asti so'ramang. Ana u kelin bilan bir hovlida yashash niyatim yo'q. Bu nima degani? O'ylab gapiryapsanmi? Ha? Kelganidan beri tinchlik yo'q, ishonasizmi? Sizlar ketdinglar, xonasiga kirib ketadi. Voy, boshim og'riyapti, voy, mazam bo'lmayapti. Hamma ishni o'zim qilaman. Qo'lini sovuq suvga urmaydi. Jab bunchalik emasdir. Ja, shunchalikda. Mayli deb hammasiga ko'zim yotgandim. Voy, ishonasizmi, bugun qilgan ishi undan ham oshib tushdi. Xo'sh, nima qildi? Shu desangiz, adajonisi. Bugun biroz tobim bo'lmadi. Mazam bo'lmadi. O'singa aytdim, "O'sinjon, bir kosa sho'rva olib kirib bersangiz, birpas dam olardim" degandim. Sho'rva olib keldilar. Qulog'imdagi zirak botgani uchun tokchaga qo'yib qo'ying deb iltimos qildim. Qo'limni yuvib kelishim bilan qarasam, zirak joyida yo'q. Tushunmadim. Bu bilan ziragimni o'g'irlab demoqchimisan? Boshqa kim olishi mumkin? Xonada undan boshqa hech kim yo'q edi. Sekin. Nimalar deyotganingni bilyapsanmi o'zing? Voy, dadajonisi, undan boshqa hech kim yo'q edi xonada. O'z qo'llari bilan o'sha tokchaga qo'yib qo'ydi. Ey, o'ylab gapir. Ishonchim komil, aniq u olgan. Chunki oradan 5 daqiqa ham o'tmadi. Xo'p, menga qara. O'sha ziragingni aynan o'sha olganiga 100% ishonching komilmi? 200% ishonchim komil. Aniq u olgan. Yo nima?
Men tuhmat qilarmidim yoki o'zim olib qo'yarmidim? Yoki nima oyijon oladilarmi? Nimalar deyapsan? Ha-da, shu paytgacha biror narsam yo'qolmagan. Bo'pti, menga qara. Bu haqda hech kimga cho'rqaytma. Tushundingmi? Ayniqsa oyim bilmasinlar. Tushundingmi? Xo'p, dadajonisi, siz nima desangiz shu. Men o'zim bu masala bilan shug'ullanaman. Xo'p. Voy, oyijon, Iya. Nima qilyapsiz? o'zimni qidirib chiqqanim, xonalarda yo'q ekanlar. Ha, boshqari dori so'ragandi. Shuni berib qo'ying. Xo'p, oyijon, berib qo'yaman. Araziz tugagan bo'lsa, ziragimni joyiga qo'ying. Sizga aytyapman, eshityapsizmi? Ziragizga qo'lim uchun ham tekkizganim. Ha, yo'q-ey. Hali shunaqami? Aqli joyiga tushib qolar deb kecha indamagandim. Qo'yib qo'ying ziragimni joyiga. Bu tuhmatingiz menga emas, faqat o'zingizga balo bo'ladi. Ha, yo'q-ey. Hali men tuhmat qilyapmanmi? Ha? Tinch qo'ying opajon, olganim yo'q deyapman sizga. Sen hali meni tuhmatchi deyapsanmi? Nima qilganingiz bu opajon? Qo'y dedim senga ziragim joyiga. Og'riyapti, oling. Qo'y dedim senga ziragim joyiga. Men senga tuhmatchi bo'ldimmi? Kuningni ko'rsataman, sen kecha kelib olib menga tuhmatchi deysan? Nima qilganingiz bu? Oling. Qo'y dedim senga ziragimni. Olganim Yo'q, yo'q. chiqib hammadan oldin sharmandan chiqaraman, tushundingmi? Bilganingizni qiling. Sharmandan chiqaraman. Voy o'la. Voy kelin. Qo'yib yuboring deyapman. Voy kelin. Tuhmatchi deysan? Qo'yib yuboring. Hay bolam. Oyizlarni qon bosimlari oshgan. Hozir dori darmonli qildim, ancha yaxshi bo'lib qoladilar. Xo'p, xudo xolasa. Xo'p, rahmat opajon sizga. Sog' bo'linglar, xo'p. Nima gap? Tinchlikmi, nima bo'pti? Oyizlarni qon bosimlari oshibdi. Hozir dori darmonli qilib qo'ydim. Hammasi xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Opajon, nimaga qon bosimlari oshadi? Buni kirib xotinchangizdan so'rang nimaga oshganini. Mayli, xudo xolasa tinchlik kerak. Oyizlarga faqat tinchlik kerak. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadilar. Xo'p, mayli olimjon, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Yaxshi ham sizdek qo'shnilarimiz bor. Mayli, sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. Xo'p. Opajon, sizni kuzatib qo'yaman. Mayli. Assalomu alaykum. Oyim yaxshimilar? Uxlab qoldilar. Doktor hozir kirmaganinglar yaxshi. Ozgina uxlasalar yaxshi bo'lib qoladi dedilar. Men bora qolay. Zumradxon! Ha, Zumradxon! Hozir. Ay, tezroq chiqing, yangiligim bor. Kim? Voy, menman, qimmatxonman. Voy, chiqa qoling. Voy, assalomu alaykum. Odam Voy, qo'rqib yaxshimisiz, Zumradxon? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Voy, Zumradxon, sizga shunaqa zo'r yangilik olib keldim. Nima yangilik gapiring? Tinchlikmi? Jamila opani qon bosimi oshib, ko'rpa to'shak qilib yotib olganimiz. Nimaga unaqa bo'pti? Guli qo'shnimiz ukol qilgani borgan ekan. O'sha aytib qoldi. Qanaqadir uylarda nizo chiqqan dedi.
Maya qarang, siz men bunaqa kulib kelib menga gapirasiz. Siz o'zi aniq bilasizmi nima bo'ldi o'zi? Men sizga aytuvmidim, yaxshi kelin tushmaydi bularga demadim. Ana shu kichkina kelinida nimadir chiqqan, ha? Shu paytgacha ular uyda bir pashsha uchsa bilinardi, ha? Bunaqa bo'lmagandir. Juda ham yaxshi kelin olishgan. Men oilani bilaman. Juda ham ziyoli, aqlli yigit kelinlar bo'lishi mumkin emas. Yo katta kelinimi ekan, ha? Qo'ysizchi. Voy Zumradxon. Odam kasal bo'lsa ham shunaqa xursand bo'lib gapirishingizni qarang. Umuman sizdan kutmagan edim. Zumradxon? Voy Zumradxon. Men shuncha ishimni tashlab sizga yangilik aytaman deb kelsam, hali shumi rahmatingiz. Boring. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Qani gapirchi. Xotinchasi ko'p kunduzguni meni ziragimni o'g'irlab, olmadim deb tan olmayapti. Nima? Eshitganingiz. Olgan ziragingizni joyiga qo'yib qo'ying desam, men olmadim, tuhmat qilyapsiz deb meni urib ketdi. Buni ojon ko'rib mazalari qochdi. Qachon uni qildim? Xudodan qo'rqmaysizmi? Menmi yoki siz qo'rqishingiz kerakmi Xudodan? Men tuhmat qilyapmanmi? Siz ko'p kunduzgun meni ziragimni o'g'irlagan. Siz qo'rqing Xudodan. Opa, Sen jim tur. Keyinchi. Xotiningizni yig'ishtirib oling. O'zichi mash xotiningiz. Ojonga meni yomonlagan. Sizlar ishga ketasizlar, kirib yotadi. Bitta o'zim qilaman hamma ishni. Ro'zg'or hammasi meni bo'ynimda. Mazam yo'q deb bahona qilgan. O'zi ojon kelin qilishlaridan rosa xursand bo'lgandilar. Bitta qo'lim ikkita bo'ldi deb. Men ham rosa xursand bo'lganim, ha, o'sinim keladi-da, menga ro'zg'orga yordam beradi. Mana ahvol. Yana narsani olganda olmadim deb turibdi. Men nima qilishim kerak? Joyiga o'tir. Endi esa ko'p kunduzgun zirayni olib, men olmadim deb tan olmaydi. Qo'yib qo'ying zirayni joyiga. Eshitdingizmi? Aka, siz nima deysiz? Bilmadim uka. Ishonish qiyin. Kelin. Siz o'zingiz nima deysiz bu gaplarga? menga tuhmat qilyaptilar. Men ziraklarni olganim yo'q akajon. Hamma gaplari yolg'on. Nima? Men o'libmanmi sizga tuhmat qilib? Men arpamni xom uribsizmi yoki? Bahona qilmasa ziragim tez joyiga qaytarib qo'ying. Aka, maylimi shu masalani ertaga hal qilsak? Men bugun keliningiz bilan yaxshilab gaplasha olaman. Mayli uka. Shunday qilib qol. Yo'q. Bu ishni bugun hal qilamiz. Siz esa O'sinjon, ziragimni joyiga qo'yib qo'ying. Tushundingizmi? Necha marta aytdim sizga. Men olganim yo'q. Tan olmaysizmi? Hozir xoningizni ostin qilib o'sha zayi topib chiqsam-chi? Bemalol. Baribir uzraylar chiqmaydi. Hali shunaqa. Shunaqa. Olmagan bo'lsangiz, bu nima? Xo'sh. Sizni xonangizdan chiqdi. Xuddi o'sha men yo'qotgan zirak. Guli. Bu nima qilganing? Men olmadim deyapman sizga. Nega ishonmaysizlar? Tavba, isbot qilib bersa ham bo'lmaydi. Bo'pti, Adajon, yuring. Ha, Adajonasi, ishga ketyapsizmi? Ha, ishga. Oyimlarni ovqatlantirdingmi?
Ha, ovqatlarni berdim. Hozir ahvollari ancha yaxshi. Ko'z tegmasin. Dorilarini ham berdim. Yaxshi qilibsan. Mayli bo'lmasa, men ham ishga ketdim. Sizni kuzatib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lma. Charchagansan. Sen ham damingni ol. Xo'p. Yaxshi boring. Ha, aytgancha. U sening bilan janjallashib yurma. Xo'p. Bilasan, oyimlarga tinchlik kerak. Uni masalasini ukam o'zi hal qiladi. Xotin uniki. Hoy, adajonisi janjal qilib o'libmanmi? Hammasi ayon bo'ldi-ku. Ha, aytgancha, men sizga aytib qo'yay. Bu o'g'ri bilan bir xonadonda men yashamayman. Nima endi bir kam narsalarim bekitib yurishim qoluvdi. Bo'ldi. Bu masalani keyin gaplashamiz. Tushundingmi? Xo'p. Yaxshi boring. Ha, nimasini aytasiz, oyijon? Xuddi siz aytgandek qildim. Ishonasizmi, oyijon? Meni aytgan gapimga hamma ishondi. Ana bu bechora kelin xonasidan chiqolmay o'tiribdi. Poplabsan qizim. Deb yog'iga bu o'g'ri bilan birga yashamayman deb turib ol. Haqqing bor. Mana ko'rasan, baribir sening aytganingni qilishadi. Qaynanangni ham erkalatib bormagin. Asabiga tegib tur. Shunda u ham o'g'li bilan birga daf bo'ladi. Hoyjon, siz aytgan kunlar kelarmikan? Albatta nasib qiladi. Ozroq sabr qilib meni aytganimni qilib tur. Tezda u uyning yolg'iz malikasi o'zing bo'lasan. Xo'p bo'ladi, oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Arzimaydi qizim, arzimaydi. Xo'p, bo'pti. Men chiqa qolay. Yaxshi o'tiring-a. Xullas, shunaqa gaplar uka. Buni hammasi kelin bilan onasini kirdikorlari ekan. Kelinda ayb yo'q. Ishonish qiyin. Bir ayolning makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deganlari shu bo'lsa kerak-da. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim. O'ylab ko'rishim kerak. Aka, nima qilsangiz ham o'rtada bolalar bor. Shuni unutmang. Bilaman uka, bilaman. Xo'p, mayli. Sen endi ishingga boraver. Qolgan gaplarni uyda gaplashamiz. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. O'zing ham. Assalomu alaykum. Va alaykum Tinchlikmi, adajon? Siz shoshilib chaqirdingiz? Ha, mashinaga o'tir. Nimaga qayerga boramiz? Mashinaga o'tirgin. Xo'p. Bo'l. Nega bu uyga keldik? Oyim bilan dadam chaqirdilarmi? Lola. Meni hammasidan xabarim bor. Ertalab mashinani kalitini unutib ortga qaytgandim. Shunda onang bilan suhbatingni tasodifan eshitib qoldim. Haligi
Otamni vafotidan so'ng onam biz uchun qancha mashaqqat chekdilar. Otamni o'rniga ham otalik qildilar. Boqdilar, o'qitdilar, uylantirdilar. Biz uchun barcha onalar kabi borlarini berdilar. Bir ona uchun bularni qilish oson emas. Agar senda ozgina yurak bo'lganida shularni tushungan bo'larding. Bilasanmi? Onamni har bir oqargan soch tolalarida, yuzlariga tushgan ajinlarida, tanalaridagi har bir dardlarida men bilan ukamning hissasi bor. Va biz ukam bilan buni juda ham yaxshi bilamiz. Endi menga aytchi. Biz umrimiz oxirigacha onamizni xizmatini qilmasak, ularni duolarini olmasak, seningcha biz hayotda yaxshi inson bo'lamizmi? A? Balki biz dunyodagi eng jirkanch odamlar bo'larmiz. Sen o'zingni eringni, bolalaringning otasini shunaqa odam bo'lishini xohlarmiding? Siz noto'g'ri tushundingiz. Men faqat oilamizni baxtini o'yladim. Qanaqa baxt? Qanaqa baxt? Qaysi farzand o'zini ota-onasini xizmatini qilmasdan o'zini baxtli farzandman deb hisoblay oladi, a? Nima, sen shunga ishonasanmi? Ota-onasi tirik farzandlar uchun eng katta baxt ota-onasini xizmatini qilishmasmi? Meni o'rnimga o'zingni qo'yib ko'rdingmi hech? Nima, meni onamning haqlari yo'qmi? Qarigan chog'larda meni ukamning rohatini ko'rishga. Shuni unutma. Toki onam hayot ekanlar, biz bilan yashaydilar va men onamni boshimda ko'tarib yuraman. Bu men uchun eng katta baxt. Tushundingmi? Endi esa mashinadan tush. Qachonki meni tushunganingda o'shanda uyga qaytasan. Tushundingmi? Tush mashinadan. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bola. Keldingmi? Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik bola. Aka o'tiring. O'tir bolam, o'tir. Tinchlikmi? Nega bunaqa hammanglar yig'ilib oldinglar? Aka. Kenayim hammamizni shu yerga yig'dilar. Bizga aytadigan gaplar bor ekan. Sizni kelishingizni kutib turgandik. Shunaqami? Xo'sh. Gapir. Nima demoqchisan? Oyijon. Sizdan hamma oldin kechirim so'ramoqchiman. Bilaman. Sizga juda ham ko'p ozor berdim. Farzandlaringiz tinchligi uchun meni hamma xatolarimga ko'z yumdingiz. Men bularni bilardim. Shuning uchun takror va takror sizga yomonlik qildim. Oyijon. Endi hammaning oldida qilmishlarimni tanamoqchiman. Qo'ying qizim, shart emas. Bular ikkalamiz o'rtamizdagi sir bo'lib qo'ya qolsin. Axir qaynona kelinda siri ham bo'ladi-ku. Shunday emasmi? Sizga qancha ozor berdim axir? Men sizni to'g'ri tushunaman qizim. O'zi ba'zida shunaqa ishlar ham bo'lib turadi. Men sizni yaxshi qiz ekanligingizni yaxshi bilardim. Buning uchun men sabr qilishim kerak edi bolam. Mana hammasi iziga tushib ketdi. Oyijon, nahot meni kechira olasiz? Qizim,
aslida hech birimiz farishta emasmiz. Agar inson bir-birini kechirmasa, bu dunyoda baxtli yashay olmaydi. Aytishadiki, yo kechirasan yoki yo'qotasan deb. Men sizni kelinni yo'qotishni sira ham istamayman qizim. Biz hammamiz sizni kechirdik. To'g'rimi bolalarim? Kenaya. Siz hech narsani o'ylamang. Bunday ishlar hayotda bo'lib turadi. Biz sizdan xafa emasmiz. Ha, biz xafa emasmiz sizdan opajon. oyijon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz ham meni kechirdingizmi? Bor. Ovqat isitdi, qornim och. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Men hozir oyijon. Mayli. Mayli, men ham bor opamga qarashib yuboray. To'xtang opajon. O'zimni oyijonim. Jannatim onam. voy Zumradxon, Assalomu alaykum. chaqan yuring. Xor meni. Ya omonmisiz, Yaxshimisiz? bormisiz? Tuzukmisiz? Qayerga? Voy, mayda cho'da olishim kerak edi, bozorga ketayotgandim. Mana bozorga borayotgandim. Yaxshi Ha, bo'ldi. rostdanmi? Zerikmaydigan bo'ldik. Qimmatxon, eshitdingizmi? Nimani? Jamilaxonni katta o'g'illari bor-ku, Odiljon. Ha. Kelinni kechiribdi. Jamilaxon ham kechiribdi. Hamma kechiribdi. Ko'rdingizmi? Sizdan kichkina kelindan hammasini ko'rib yuruvdingiz. Kechiribdimi? Kechiribdi, ana ko'rdingiz. Qanday ko'ngli bo'shda, kechirib nima qiladi? Ajratib yuborish kerak edi o'shani. Nima unaqa deysiz? Hech qachon unaqa demang. Bilasizmi? Bitta ajrashish bo'lsa, arsh larzaga kelar ekan. Qayda gaplar gapirasiz? Yo'q, odamchi ichi bunaqa qora bo'lish kerak emas. Odamchi insonlarni faqat yaxshi tomonga yo'naltirish kerak. Ular haqida yaxshi fikrga borish kerak. Faqat yaxshi niyat qilish kerak. Hamma narsa niyatga bog'liq.